O'zbekistonda zo'r life hack akalar. 3 ta ko'lani olasiz, birinchisini yerga urasiz, uchinchisi yomon bo'ladi. Shuni olasiz, chachilashini ko'ryapsizmi? Ko'pirguncha chachaverasiz. Bir boshdan mana shu tugagungacha chachib chiqasiz akalar. Qolganini o'ngga qo'yib qo'yasiz. Ikkinchisini olasiz, uchinchisi yomon bo'ladi, zo'rini ko'rsataman aka. Nimni kesib turib bunisini ham bitta urib turib bitta qo'yib yuborasiz, chachilashini qarang. Devolingizni yuvib yuboradigandan bo'ladi. Uchinchisida haqiqatdan yomonini ko'rsataman. Bittadan like deb bosib turing akalar. Sizlarga like tekin akalar. Eng zo'r life hacklardan bittasi akalar. Endi uchinchisini qarang. Uchinchisini bitta teshasiz. Bitta teshganingizdan keyin yarmini sepasiz, hammasini sepib bormaysiz. Yarmini sepasiz. Yarmini sepyatib, orada bu qarang, olib keling buni. Shuni sovunni bunga tashlaysiz. Bundan bitta ozgina qo'shib turib, ichiga bundan qo'shib yuborasiz. Qo'shib yuborganingizdan keyin akalar, buni olib turib, shuni devolingizga qarab turib bitta chachasiz. Keyin bemalol karcherda yuvsangiz bo'laveradi. Seping karcherda aka. Mana akalar, karcherda yuvoraverasizlar. Toza bo'ladi, kir bo'lgan bo'ladimi, ko'laga o'xshab shira bosib ketadimi, hech nima bo'lmaydi. Karcherda yuv ishlataverasiz. Bu fasatimizga 6 yil bo'lgan. Ustakamiz qo'shnilariga, ro'para qo'shnilariga 6 kun bo'lib tiqib berganlariga kafilnikilarni olib berishgan, lesasini olib berishgan. Qolgan hamma yo'g'i ustalardan bo'lgan. Kileyi, lesasi, lesasini o'zlari olib bergan. Materiali, usta haqqisi, gipki kameni hammasi ichida bo'lgan. Bu gipki kamen tabiiy toshlarda bo'lgan akalar. Rangi o'chmaydi, ko'chmaydi, suvni o'tkazmaydi. Bemalol 15 yil xizmatingizni qilaveradi. Pastda raqamlari bor akalar, 3 kunda bitkazib berishga aloqaga chiqaverasizlar.